Dada, bitta reper jo'ramiz uyimizga mehmon kelyapti. Uni aytgan replari odamlar yuragiga yetib boradi. Balki u O'zbekistondagi eng mashhur reper. Bizlar uyimizga mashhur odamlar kelayotganda. Hay kelsa qancha ham ko'raylik qani. Mana dada, jo'ram keldi. Men keldim, eshikdan sichqon ketsin, teshikdan. Yo! Nima ham faqat sizga shunday odamlar keladi? Qani, bulbul ovozini eshitaylik qani. Dada, bu kakrasilar ismlaringizga rep yozib kelgan. Qanjira bitta ayt. Xussiga pak, mashina yo'q, surati qaltak. Xotindan qo'rqadi, yeydi kaltak. Siz aytib o'tdi. Tushunmadim. Ismat Churri, Abdumurri. Nimaga kulasan? Oyog'i kirli. Round. Haqiqatan ham yuragiga yetib bor ekanda buni replari. So'raman, siz oyoq